O'lim kelganda insonga tavhidda bo'lib turgan bo'lsa jannatga kiradi ekan. Agar shirkda bo'lib turgan bo'lsa Alloh asrasin, bo'ldi bu odam abadul abad jahannamga chiqmaydigan bo'lib kirib ketadi. Subhanalloh, bu juda ham katta og'ir narsa. Inson ogoh bo'lish kerak bo'lgan, ko'zini ochish kerak bo'lgan narsa. Qarang, Rasululloh aytibdilar, kim Allohga biror narsani sherik keltirib o'lsa jahannamga kiradi. Ya'ni yo'liqsa, Allohga yo'liqsa, Buxoriyda lafzida shirk keltirgan holatda o'lsa deb kelgan. Mana bu joydan bizga chiqadiki, shirkdan inson qo'rqish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Kim shirkdan qo'rqadi? Shirk keltirib qo'ymay, shirkka tushib qolmay deb. Tavhidni ro'yobga chiqargan inson qo'rqadi. Chunki u qizig'i hech narsani qizig'i bo'lmagan odam qo'rqmaydi. U farqi yo'q unga, shirkmi, boshqa narsami, to'g'rimi? Demak, qachon bir inson o'zidagi bir qimmatbaho narsani yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi, uni qadrini bilsa agar. Demak, shirkdan faqat mo'min qo'rqadi, tavhidni ro'yobga chiqargan odam. Munofiq umuman xavotir olmaydi bu narsadan. Bu shirk shunday narsaki, Alloh kechirmaydi buni. Insonning amallari habata bo'lib ketadi va jahannamda abadiy qolishiga sabab bo'ladi. Bu mubiqotlardan deyiladi. Mubiqot degani insonni dunyo oxiratda halok qiluvchi, rasvo qiluvchi narsa. Alloh taolo aytadiki: "Va laqad uhiya ilayka va ilal ladzina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk va la takunanna minal khosirin." Dar haqiqat sizga va sizdan oldingi payg'ambarlarga vahiy qilindiki, agar shirk keltirsangiz, amallaringiz habata bo'ladi va ziyon ko'ruvchilardan bo'lasiz. Qarang, mutlaqo eng katta gunoh, gunohlarning eng xunigi bu. Eng kattasi. Mana shu holatda o'lgan odamni Alloh hech qachon kechirmaydi, hech qachon. Jahannamda abadiy qolib ketadi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Hatto mana payg'ambarimizni amakisi Abu Talib mushrik bo'lib o'ldi, natijada jahannamda abadiy qoldi. Qarang, bu borada hech kim ayab o'tirilmaydi demak. Demak, inson o'ziga ichi achigan inson, jahannamdan qutulgisi kelgan inson, jannatga kirgisi kelgan inson mana bundan xavotir oladi, ehtiyot bo'ladi, shuni o'rganadi toki tushib qolmasligi uchun va boshqalarga ham o'rgatadi, yetkazadi. Chunki Alloh shirkni kechirmaydi ekan. Lekin tavba qilsa inson tiriklik chog'ida shirk keltirgan bo'lsa-da agar tavba qilsa kechiradi. Shuning uchun ham tavba qilish kerak. Nima gunoh qilgan bo'lishidan qat'iy nazar tavba qilib Allohga qaytish kerak. Agar tavba qilmasdan shirk bilan o'lib qolsa inson ketdi bu yog'i. Alloh asrasin, gunoh kechirilmaydi.